Qashqadaryolik shovvozlar bu hafta ijtimoiy tarmoqlarda qo'sh tirnoq ichida mashhurlikka erishdi. BMW rusumli transport vositasi haydovchisi hayot uchun xavfli bo'lgan xatti-harakatlar sodir etib, transport vositasida turli manyovrlar bilan shahar hududida tezlikni oshirib, bu ham yetmaganday tartibga solingan chorrahada svetoforning taqiqlovchi ishorasiga bo'ysunmasdan harakatlanib, ushbu holatni video tasvirga olib Instagram ijtimoiy tarmoqlariga joylashtirgan. Mazkur holat yuzasidan Qashqadaryo viloyati yo'l harakati xavfsizligi boshqarmasi xodimlari tomonidan yo'l bezorligi bo'yicha ma'muriy bayonnoma rasmiylashtirib, to'plangan hujjatlar tegishli sud organiga yuborildi. Qarshi shahar ko'chalarida og'aylarimiz bilan guruh bo'lib chiqib, xavfli manevr qildik. Bu o'qigan ishimdan afsusdaman. Kelgusida bunaqa harakatlar ko'rsatmaymiz. Qilgan ishimdan afsusdaman. Qarshi shahrida yana bir Kia va Gentra rusumli avtomashina haydovchilari ijtimoiy tarmoqlarda obunachilar ko'paytirish ilinjida hayot uchun xavfli harakatlar sodir etib, turli manyovrlar bilan harakatlanib, tezlik me'yorlariga amal qilmasdan, svetoforning taqiqlovchi ishorasiga bo'ysunmasdan ushbu holatni ijtimoiy tarmoqlarda keng targ'ib qilgan. Qashqadaryo viloyati yo'l harakati xavfsizligi boshqarmasi xodimlari tomonidan ushbu avtomashinalar aniqlanib, haydovchilarga nisbatan ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksning 128-prim 10 moddasi, ya'ni yo'l bezorligi bilan ma'muriy bayonnoma rasmiylashtirilib, to'plangan hujjatlar tegishli sud organiga yuborildi. Yana ro'ylariga og'aylarimiz bilan shu aeroport tarafga birga guruh bo'lib harakat qilganmiz. Ijtimoiy tarmoqlarga qo'yilib ketibdi, tarqab ketib qolibdi. Bu qilgan ishimizdan qattiq pushaymonmiz. Bu ishimizni qayta takrorlamaymiz. Do'stlarim bilan aeroport yo'lida guruh bo'lib harakatlanib, xavfli manevr qilganimiz uchun uzr so'raymiz. Bu ishimizdan pushaymonmiz. Boshqa tarmoq. Maqsad Instagram tarmog'iga video qo'yish.